Men Samarqand viloyati Narpay tumanidan Abdiyeva Dilnavozman. Davlat taraflama operatsiya qildirishga murojaat qilgandim. Samarqand hokimiga ham, o'zimiz rayonga ham limit yo'q deyapti operatsiya qilishga. 3 yildan beriki men shuni kutaman. Ana nogironman, bir qo'l oyog'im ishlamaydi. Ikkinchi guruh nogironiman, sog'ligim yo'q. Operatsiya qilish, meni bo'ynimdagi grijani operatsiya qilishdi. 50 million so'm pul so'ragandi. Pardayevga bordim, Toshkentga bordim. Sal semizsiz deganda men qildirmay qaytgandim o'sha vaqtlar. Endi hozir pulim ham yo'q, 1 million 200 pensiyaga kun ko'rib qolganman. Shuni ham 500 soliqqa ketadi. Juda qiynalyapman. Bu murojaatimni Saida Mirzayevaga murojaat qilyapman. Menga qo'lingizdan kelgancha yordam qiling. 2 qizim bor. Turmush o'rtog'im tashlab ketgan kasalligim uchun. Qiynalib ketdim. 2 ta bolam ovqat bersa yeyman, dalaga olib chiqsa chiqaman. Ana shu holatda qolib ketganman. Majbur bo'ldim murojaat qilishga. Menga yordam qilishlaringizni so'rayman.